Assalomu alaykum hurmatli YouTube'imiz kuzatuvchilari. Sizlar uchun mana shunday Boda firmamizga tegishli kompressorimizni olib kelib qo'ydik. O'rtoqlar juda ham ko'p aka-ukalarimiz so'rashyapti va non aparat yasab chiqaradigan akalarimiz ham so'rashyaptilar. Bu kompressorimizdan bormi? 4 portionligidan, 5 shumligidan, yaxshiroq, tezroq damlab beradiganidan kerak ukajonim desa, mana shu kompressordan tavsiya qilyapman. Sizlar uchun ham o'rtoqlar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Boshqa kompressorlarga nisbatan akalar qayta bilan ajralib turadi va sifatlari qayta-qaytalarga dastavka xizmatimiz bor. O'shalar bilan birma-bir tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, gapni qisqa qilib aytganda, bu Boda firmamizga tegishli originalniy kompressorimiz bo'ladi. Bochkasi 55 litrli bo'ladi va 2ta motor, 4 ta portion bo'ladi, 5 shumli. Bunga yog' ketmaydi akalar. Yog' quymaysizlar, o'zi 5 shumli bo'lgani sababli. Mana bu yerda portionlari bor. Xo'p, o'rtoqlar, va ko'p kompressorlarimizni kuzatib o'tib ketyapmiz. Mana bu ko'ryapsizlar o'rtoqlar, mana bu shlankasi bitta motorda bitta chiqyapti. Ba'zi birlarida. Endi qaysi bir mana deb tushuntirib o'tib ketmayman. U jicha nimaga to'g'ri kelmay qoladi. Xo'p, o'rtoqlar, bunda ikkita, har bitta portionga bittada mana bunday shlankalar qo'shib qo'yilgan. Va agar mabodoga bitta motorni o'zini ishlataman desalar, mana bu yerda o'zi narsasi bor, qora narsasini ko'ryapsizlar. O'shani shuni sug'urib yechib qo'ysalar, bitta motor ishlab turaveradi. Xo'p, o'rtoqlar, buni bitta ishlash holatini ko'rsatib o'tib ketaman. Bu 220 ga ishlaydi, 220 ga tiqayapman. Va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, Boda firmasi datchigi ham bor. Datchigi orqa tarafida ham Boda yozilgan. Bu degani original degani. Xo'p, o'rtoqlar, buni ko'p gapirmasdan bitta ishlatib o'tib ketaman. Mana bitta bossalaring. Mana bu yerda o'rtoqlar ko'ryapsizlar, tokini ko'rsatib turadi. 216 da kirib turgan tok. Datchigini ham ko'ringlar. Juda ham tez ko'tariladi va bundan tashqari mana shu motorimizga nagruska yo birorta narsa bo'layotgan bo'lsa, ashibga bo'ladigan bo'lsa, mana bu narsa chiqib qoladi o'rtoqlar. Va buni shuni tiqib turib ishlatilaveradi. Agar bunda ham muammo bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar, shu kompressorimizning orqa tarafiga o'tib turgan bo'lsa, har bitta kompressorimizga, misol har bitta motorning o'ziga o'rtoqlar mana bunday kondensatorlari bor. Bu kondensatorlari toklaring pasayib ketib qolgan bo'lsa, yo birorta kuchayib ketib qoladigan bo'lsa, mana shu kondensatorlaring pishadi. Bu degani motorga o'tib ketmaydi degani. Bu motor zashlik narsa как hisobida. Xo'p, o'rtoqlar, orqasidagi belkasini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rib o'tyapsizlar. O'rtoqlar, agar mabodo xitoycha yozuvga tushunadigan bo'lsalar, mana bu yerda ham ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, o'rtoqlar, kimga shunaqa kompressorlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Xo'p, 12 viloyatga dastavka xizmatimiz bor. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozor. Bemalol to'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi nomerlarga yana bir bor telefon qilaverasizlar akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin o'rtoqlar.